$8400 ga Kia Morning va bu restyling modalarda ekan. Bo'lib ham farlari uskilashgan moda, ya'ni uskilashgan farlar, bamperlari ham restyling. 2021-yilga $8400 ga ekan. Bir объемli Kia Morning. Yangi emblema bu yerda ko'ryapman. Tem более oqsvet. Sostenasini bir qator egasi bilan gaplashib, jigar narxini kelishib olasiz. Ramazon kunida yaxshi narxga bersa kerak egasi. Beskuchovoylar bor, yubkalar qaralgan, restyling diskalari, silpoy zona, elektropaket, qora kojinli salon, multirul, 58.000 probeg, monitorlari ham bor. Pechka ekranlik, abduh podogrev sideniyalari ham bor. 21-yilga Kia Morning. Va bu yoqlarni ham ko'ramiz. Va jigar narxlari 8400, 9dan kelib bormayapti. Bilasizlar, imminni shunga o'xshaganlarni 9.5 minggacha qo'yishib boryapti. И тем более spiralli stop. Poni full navorotda. 3 tali spiralli stoplarga ham ahamiyat beramiz. Mashinani olib qo'yamiz.